Everybody, bugun birinchi writing darsini o'tamiz. Ko'pincha IELTS o'qituvchilari uchun an'ana bo'lib qolgan birinchi writing darsida line graphni o'tishadi. Biz ham shu an'anadan chetda qolmaymiz, line graph. Birinchi qiladigan ishimiz nima? Bizda 3 ta narsa bor, to'g'rimi? Introduction, overview, details. Introduction bu yerda hozir sizlarga slide ko'rinishida emas. Buni Wordni o'zida yozishga harakat qildim. Bugun agar mabodo sekin yozsam ham ma'zur tutasizlar. Introduction kirish qismi, overview oz tushuntiraman, umumiy grafdan olinadigan raqamlar bilan tasvirlamaydigan qism hisoblanadi va details sinchiklab o'rganib yozib chiqadigan qismi. Bu essay emas, report deyiladi o'rtoqlar. Report, essay emas. Demak, reportimizni boshlash uchun birinchi intro bo'lishi kerak. Yaxshi. Introni ham har xil turlar bilan yozishimiz mumkin. Asosiy yoziladigan narsa shundaki, introductionda descriptionni, ya'ni IELTS mana shunaqa rubrik beradi bizga. Mana bu belgilangan bizga description bo'lib xizmat qiladi. Mana shu descriptionni ko'k bilan belgilab qo'ydim. Paraphrase qilishimiz kerak. Paraphrase qilishni bo'lsa, juda ko'p yo'llari bor. Misol uchun qarang. Line graph boshlangan, mayli line graphni o'zgarishsiz qoldiramiz. Line graph shows debdi. Men uchun illustrates so'zi yoqadi. Illustrates nima uchun illustrates deyamiz? Chunki graph birlik, illustrates yaxshi. Endi e'tibor beramiz. Bizda vertical axis va horizontal axis bor, ya'ni vertikal o'q va gorizontal o'q. Vertical axis usually shows the quantity, ya'ni ko'pincha qiymatni ko'rsatadi. And horizontal axis usually shows the period, like for example months, years, even time, hours, number of hours during a day. Xullas vaqt berilgan bo'ladi. 95-yildan to 2015-yilgacha berilgan bu misolimizda. Mavzumuz International Students at the UK University. Yaxshi. Demak, ana shu ko'rsatilgan, e'tibor bering, the value, mana bu vertical axisdagi value, the amount changes over time. Vaqt bo'yicha o'zgaradi. Har doim shunaqa line graphda birorta vaqt oralig'ida qaysidir qiymat o'zgaradi. Bizda qiymat nima? International students, ya'ni xalqaro talabalar. Qayerga? At a UK University. Buyuk Britaniyada joylashgan bitta universitetga kelgan xalqaro studentlar. Yanada aniqlashtirish uchun keysga e'tibor beramiz. Mana bu berilgan tushuntirish keys deb yuritiladi. Asia. Demak, mana bu eng yuqoridagi line Asian aks ettiryapti. Africa, undan keyingisi 3ga Europe va eng pastda North America. Demak, bular countries emas, regions deb yuritilsa bo'lar ekan. Region bu ma'lum bir mintaqa. Shuning uchun, demak, biz hozir paraphrase qilguncha shunga e'tibor berishimiz kerak. Nima o'zgaryapti? Ko'pincha biz mana bu so'zni yozamiz, qarang. Misol uchun, illustrates the number deb yuritiladi yoki the amount. Bu yerda amountmi, numbermi? Albatta number, chunki studentlar sanaladi. Number of students. Agar oil yoki money haqida ketsa, the amount yoki the volume yoki biron narsa sotilayotgan bo'lsa, the sales deb yuritishimiz mumkin. Ana shu aytilayotgan narsalar variable deyiladi, o'zgaruvchi. O'zgaruvchini doim aniqlab olishimiz kerak. Hozirgi mavzumizda o'zgaruvchi the number of students. Demak, the number of students, e'tibor bering, international students, xalqaro. 4 ta mintaqadan kelgan, men nimalar deyishim mumkin? Number of students from deb o'zgartirishim mumkin. From nechta joydan kelgan? 4 regions deb yozib qo'yaman. From 4 regions. Hop, at a university. Qarang, UK University deb yozilgan ekan. Keling, men o'zgartiraman. At a university in the UK. Mumkinmi shunaqa yozishim? Mumkin. Sal o'zgartirishga harakat qildim. Yana ham bu eng perfect yo'l emas. Siz ham boshqacha qilib ko'rishingiz mumkin. The line graph illustrates the number of students from 4 regions. International nima o'zgartiribroq from 4 regions deb yozdim. At a university in the UK. Vaqtni eslab qoling. From deb berilgan bo'lsa, mana period berilgan.
from 1995 to 2015. Ana shuni between deb berishimiz mumkin. Mana o'zgarishsiz qoladi. Between 1995 and 2015. Shu bilan tamom. Xo'p, ikkinchi uslubimiz qanday bo'ladi? Ikkinchi uslubimiz boshlanishi bir xil. The line graph deb yozishim mumkin. Illustrates emas, keling mana bunaqa yozamiz. Compares degan struktura bor. Menga yoqadi ana shu struktura ham. Nimani qiyoslayapti o'rtoqlar? The numbers ni qiyoslayapti. Yanada biz o'zgarishlarni ham deyishimiz mumkin. Changes o'zgarishlarni qiyoslayapti va o'zgarishlar qayerda o'zgarishlar bo'lyapti shuni yozamiz. In the number of students. Yaxshi, number of students. Men to'g'risi klaviaturaga qaramasdan yozishga sal qiynalaman. Shuning uchun qaramasdan yozishga o'rganarmiz birgalikda. Qani mana shu challenge'imiz, writing challenge'imizda line graph, bar chart, pie chart bora-bora oxiriga yetguncha tez yozishni o'rganib olarman balkim. The line graph compares the change in the number of students. Hop. Keling mana shuni international deb o'zgartirish qoldiramiz. Chunki yuqorida biz yozgandik. International emas, students from 4 regions deb yozgandik. Yaxshi. Students from 4 regions demayman. Chunki xalqaro degan so'z o'sha 4 ta mintaqadan ekanligini bildirib qo'yadi. Change in the number of students at UK University. Mayli. Mana buni o'zinikida qilib yozaman, lekin hozir menda boshqa chora qolmayotganda, shuning uchun shunaqa yozdim. At a UK University. Lekin o'zgartirishga harakat qilishimiz kerak. E'tibor bering, rubrikda berilgan so'zlarni ko'chirib olmasligimiz kerak. Men o'zgartirish kiritishga harakat qildim, iloji boricha. Birinchida ko'proq o'zgartirish kiritdim, menga ko'proq yoqdi bu. Ikkinchisida unchalik o'zgartirish kiritmadim, lekin compares the changes deb yozdim. Menimcha examiner buni ham appreciate qiladi. Va vaqtini yozaman. Vaqtini yozishni bir boshqacha usuli bor o'rtoqlar. Misol uchun over the period of deb nechidir yilni yozishimiz mumkin. Masalan 95 dan 2015 gacha necha yil? 10 yil, 20 yil ekan. Demak 2 decades deyishim mumkinmi? Mumkin. Over the period of 2 decades. Bo'ldi. Boshqacha usullari ham yana aytayman sizga mavjud bo'lishi mumkin. Men shunchaki hozir uni yozayotganim yo'q. Keyin biz aytdik overview navbatda turibdi. Overview nima degani? Overview bu ikkita narsa. Hozir sizga ana shu narsani qarshiga yozaman. Ikkita narsa. Demak, overall trends and noticeable features. Keling noticeable emas, standout features deyman. Standout features. Standout features degani ko'zga tashlanadigan degan ekan. Demak, ikkita muhim narsani hisobga olishimiz kerak. Umumiy trendni va ko'zga tashlanadigan featuresni nima deb tarjima qilamiz? Jihatlarni e'tiborga olishimiz kerak. Mana umumiy trend qanaqa? Mana boshiga qarang, oxiriga qarang. Juda ham katta o'sish ro'y bergan ekan. Va e'tibor beramiz. Mana bu videomizni bu chetga olib qo'ysam, men to'g'ri qarayotganim ko'rinar ekan. Xo'p, yaxshi. E'tibor bering. Mana shu qismiga aynan international students da Osiyo yetakchilik qilyapti ekan, to'g'rimi? 60 dan to oshib ketgan kelasizlar. Va undan pastda bizda Europe bor, undan keyin Asia bor. Yo'q, North America bor va oxirida bizaga boshqa davlat turibdi. North America boshqacha ko'rinib qolibdi, lekin eng pastdagini agar e'tibor bersangiz, yo'q, bularni tartib sal o'zgargan ekan. 3-da North America va oxirgisida Afrika turgan ekan. Xullas, ajratib olishimiz uchun aniq belgilab qo'yishibdi. Umumiy trend deganda mana boshidan to oxirigacha bo'lgan trendni ko'ramiz. O'suvchi trend. Biz uni upward trends deymiz. E'tibor bering, mana shu Taxissoniyning kitobini boya sizlarga ko'rsatgandim. Ana shuni boshida
languagelar berilgan, line graphga kerak bo'ladigan language, e'tibor bering. Bizda har xil trend bor. Mana bu upward trend, mana bu downward trend, mana bu stable, o'zgarmay qolgan va position va constant change. Fluctuation ham bor bizda. Xullas, o'suvchi trendlar uchun lug'atlarimiz rise, increase, go, climb va pasayuvchi trend, ya'ni downward trend uchun fall, decline, decrease, deb drop. Nimaga bu so'zni aytmayotganim sababi, bular katta o'sish uchun xizmat qiladi. Double, triple, boom, surge, soar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki kichkina o'zgarishni mana shunaqa kuchli fe'llar bilan tasvirlab qo'ysak, biz ball yo'qotishimiz mumkin. Shunga e'tibor berib qo'yasiz. Yaxshi. Endi bularni bir hisobga olib, endi qaytamiz. Upward trend mana berildi, upward trend. Mana buni fluctuation, ya'ni tebranish kuzatilgan. Mana bunda deyarli o'zgarmay qolgan, sal pasayish va oxirida dramatik ko'tarilish bo'lgan. Sharp desak bo'ladi, dramatic demaymiz, sharp deymiz. Va oxirgisida oxiriga kelib ozroq fluctuation bo'lgan ekan. Juda yaxshi. Meni e'tiborimni tortgani, agar overall trend bo'yicha gapiradigan bo'lsak, Osiyo juda katta o'sishni boshdan o'tkazgan. Osiyodan kelgan talabalar juda o'sish katta bo'lgan ekan. Va ikkitaga e'tibor qarating, mana Europe bilan Afrikada fluctuationlar kuzatilibdi va North Amerikada esa boshida ozroq stable bo'lib, oxirida o'sish ro'y beribdi. Men Osiyo bilan North Amerikani alohida aytmoqchiman va Yevropa bilan Afrikani tebranishlarni boshdan kechirgan demoqchiman. Keling, ana shu gapni yozamiz. Xo'p, boshiga mana bunaqa so'zlarimiz bo'ladi. Overall, it's clear that. Mana shunaki virgul bo'lmaydi. Iltimos, virgul qo'ymang. Ko'pchilik o'quvchilar it's clear thatdan keyin virgul qo'yishadi. It's clear that. Xo'p, Asia showed. Shuni ko'rsatdi deyishimiz mumkin. O'rtoqlar, tinmasdan o'sib borgan bo'lsa, consistent deyishimiz mumkin. O'sib borishga lug'atimiz rise. Article esimizdan chiqib qolmasin. A consistent rise. Consistent va yana bitta sifat qo'yib qo'yay. Qanaqadir substantial degan so'z xayolimga kelyapti. Buni men qayerdan oldim? Mana kitobdan birgalikda ko'rib olamiz. O'zgarishlarni ham ta'riflashimiz mumkin, qarang, sifatlarni. Dramatic, huge, enormous, tremendous. Extensive change, substantial. Eng katta o'zgarish bor. Dramatic, huge, enormous, tremendous. Extensive, substantial, considerable, significant, remarkable. Bu yerda adverb berilibdi, agar fe'l bilan bularni birga keltirishim mumkin. Hozir menga faqat sifat bor. Shuning uchun sifatdan foydalandim. Steady dedim, chunki steady, o'rtoqlar, nima ma'noda? Steady deb yozmadim aytgandek. Consistent deb yozdim, bu yerda yo'q. U consistent degani bu tinmasdan oshib borgan degani. Tinmasdan oshib borganini mana ko'rishingiz mumkin. Umuman pastga tushish, umuman kamayish kuzatilmayapti. Shuning uchun consistent degan sifatni va substantial degan sifatni ishlatdim. O'rtaga bularni ajratib qo'yish uchun and so'zini ishlataman. Consistent substantial rise over the period. Yaxshi. Over the period degani o'sha yillar davomida shunaqa bo'ldi. Keyin aytamiz, qarang. Remaining. U yana bitta narsani saqlab turgan. Remaining the biggest source of students deyishim mumkin. Ma'nosi nima bo'ldi? Remaining degani mana shu line berilgan 3 ta linedan eng yuqorida joylashganligi uchun ham bu davlatdan keladigan studentlar eng ko'pini tashkil qilgan. Shuning uchun ana shu so'zni yozdim. Shu bilan tugadi. Yo'q, tugagani yo'q. Bog'lovchi bilan while. Xo'p. Yaxshi.
while men North America haqida yozmoqchi edim, mana shuni yozaman. While North America hop recorded. Oxirida recorded so'zini ham ishlatishingiz mumkin. Menga yaqindagina o'sha so'zni ishlatish ni o'zimga odat qilib oldim. Juda yaxshi struktura ekan. Recorded almost stable change. E'tibor bering. Mana shu yerga artikellarni men ba'zida esimdan chiqib qolyapti. Almost a stable change. Aytamiz. Before a sharp rise in the end demoqchiman. Sharp increase, rise so'zini ishlatgan ekanman. In the end degani oxiriga kelib katta o'zgarish boshdan kechirgan ekan. Va ikkita davlat haqida fikrim qolyapti. Men juda ham ko'p yozib yubormasligim kerak. Overview qisqa va lo'nda bo'lishi kerak. Agar uzayib ketayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan biz overviewni yaxshi eplay olmayapmiz. To'g'rimi? Harakat qilamiz, qani. Ikkita davlat qoldi. Demak, ikkita davlatning nomi, ikkita davlat emas, kechirasiz. Ikkita regions, Europe and Africa. Aytishimiz mumkin. Xo'p, experience deymiz, boshdan o'tkazgan nimani? Yoki mana bu so'z ishlataylik, the figures for deyman, o'rtoqlar. The figures for degani by contrast deyman. Bularni qiyoslayapmiz. By contrast the figures, ya'ni qiymatlar for Europe and North America ekan. Africa kechirasizlar. Africa and so'zini o'chiraman. Africa fluctuated. Endi menga qanaqadir degree of change ni ko'rsata bilishim kerak. Degree deganda nimani tushunamiz? Boya sizlarga ko'rsatdim. Sifatlar va ravishlarni ana shu degree of change deyiladi. Mana degree. Qarang. Kamroq o'zgarish bo'lsa slight deyishimiz mumkin. Bizda ham shunaqa bo'lyapti. Chunki bu tebranishlar juda ham kichkina diapazonda bo'lganligi uchun slightly deb yozaman. Nimaga slight yozmadim? Chunki fe'l bo'lganda men ravish ishlataman, adverb. Ot ishlatayotganimda sifatga murojaat qilaman. Yaxshi. Fluctuated slightly throughout the period. Throughout so'zini bilamizmi? Time frame deya qo'yaylik. Bo'l. Juda ham ko'p yozib o'rganga o'xshayapmiz. It's clear that Asia showed a consistent substantial rise over the period, remaining the biggest source of students. While North America recorded almost a stable change before a sharp increase in the end. By contrast, the figures for Europe and Africa fluctuate slightly throughout the time frame. Juda yaxshi. Endi menga body 1 qolyapti. Body 1 ga keldim-u, bir narsani o'ylayman. Men body 1 yoki body 2 ligini qanday ajratib olaman? Ya'ni bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Yozilayotgan reportda ma'lumotlarni group qilish juda muhim ahamiyatga ega. Group the information. Ma'lumotlarni guruhlash mana bilib turibsiz. Hammasini alohida yozsam, unchalik ham yaxshi guruhlamagan bo'lishim mumkin. Buni guruhlashim uchun nima qilaman? Xuddi overviewdagidek qilishim mumkin. Masalan, Osiyoni birinchi gapirishim mumkin va Osiyo bilan birgalikda North Americani gapiraman. Va oxirida fluctuationlarni gapirishim mumkin. Yaxshi. Boshqacha uslub bormi? Boshqacha uslub men xayolimga kelmayapti albatta. Alohida qilishimiz mumkin-u, lekin guruhlash haqida gap ketayotganda menimcha uni aytib o'tish birozgina noo'rin. Hammasini alohida yozish degani guruhlash degani emas, tavakkal yozish, to'g'rimi? Davom etamiz. Demak, birinchi yoziladigan narsa Osiyo ekan. Demak, menga bog'lovchi kerak. Bog'lovchini tanlayman. Focusing. Shunaqa so'zni bilamizmi? Focusing
on Asia first. Demak, agar Osiyoga e'tibor beradigan bo'lsak, yaxshi. Menda boshi va oxiri muhim ahamiyatga ega, e'tibor bering. Boshi va oxiri. Lekin o'rtada mana 95-yildan to 2000-yilga bo'lgan o'zgarish unchalik katta emas, lekin undan keyingi o'zgarish umuman boshqacha. Shuning uchun boshi va 2000-yilgacha bo'lgan o'sishni alohida yozib olaman va undan keyin bitta o'zgarish qilib yozaman. Bo'ldi. Xo'p. 60 mi bu 60 mingmi? E'tibor bering. Thousands. Ana shunga endi e'tibor qilamiz. Demak 60,000 students came from this country. Yoki mana bunaqa deyishimiz mumkin. The number deyman. Demak, the number o'zgardi. Oshdi, to'g'rimi? Oshmoqqa men rise, increase ishlatdim. Keling, went up ni ishlataman. Went up from nechidan oshdi? 60 mingdan. Xo'p, nechinchi yil? 1995-yildan to about deyman. 60 va 80 o'rtasida albatta 70 bor, to'g'rimi? 70,000 in 2000. Demak, 5 yil ichida ana shunaqa o'zgarish bo'libdi. Yaxshi. Endi davom etamiz, o'rtoqlar. Davom etishda this trend deyishim mumkin. Was followed by. Bu yerda bitta narsaga e'tibor bermayapmiz. Bizga degree of change ni yozishim kerak edi. Number went up. O'rtoqlar. Keling, mana bunaqa qilib yozamiz. Significantly deb yozsam e'tiborga molik bo'ladi. Slightly desam kamroq bo'ladi. Noticeably desam e'tiborga molik bo'ladi. Demak, 20 dan 140 minggacha 10 ming o'zgarish menimcha significantly deyishim mumkin. Demak, e'tiborga molik. Another increase as. Xo'p, another increase. Buni bitta qilib yozamiz dedik. 2000-yildan to 2015gacha bo'lganini bitta qilib yozadigan bo'lsam, necha yil ichida bo'ladi? 15 yil ichida bo'ladi. Another increase yoki shu yerda aytishimiz mumkin. A consistent and dramatic increase, article qo'ydim mana, in the following mas, in the next necha yil ichida 15 years to peak. Keling, yetmoq, qaysidir nimaga yetish deymiz. To reach a peak of. Ana shu strukturani yodlab oling. Agarda ishlata olsangiz boshqa vaziyatda ham reach a peak of staggering desam bo'ladi. Staggering degan so'zni yoqtiraman. Staggering degani juda ham katta, 120 ming, haqiqatdan juda katta raqam. 1000 students oxirida nechinchi yilga keldik? Students by 2015 deymiz. Bo'ldi. O'zi 15 yil ichida dedim, menimcha 2015 unchalik ham shart emas. Shu bilan Osiyo tugadi. Osiyoni to'liq ta'riflab bo'ldik. Mana Osiyoga fokus qildik-da. The number went up significantly from, this trend was followed by a consistent, a dramatic increase in the next 15 years to reach a peak of staggering 120,000 students by 2015. Zo'r. Va North America ni yozamiz. Xo'p, North America virgul qo'yamanda on the other hand qo'yishimdan asosiy maqsad bog'lovchi. Started deyishim mumkin. Menga yoqadi shu struktura. Boshida boshasiga stood at yoki started at deyishimiz mumkin. Started at. Nechidan boshladik? Demak, 40 mingdan boshlabdi. 40,000 students
salgina e'tibor bering, o'sha North Amerikada pasayish kuzatilyapti. Keyin o'sgan va yana o'sgan. Keling o'sha qiymat 2005-yilda tushganini aytamiz. 95-yil 40 ta bo'ldi-yu, lekin o'zgarmasdan qolgan ekan o'rtoqlar. 2000-yilgacha o'zgarmasdan qolgan va 2005-yilda salgina pasayish kuzatilgan va undan keyin ikkita o'sishni boshdan o'tkazgan ekan. Bo'ldi. 40,000 students but stayed, o'sha qismga e'tibor beramiz. Stayed unchanged. Meni sekin yozishimdan siz xafa bo'lmayotgan bo'lsangiz bo'ldi. But stayed unchanged until 2000 deyman. Yaxshi, 2000-yilgacha o'zgarmasdan qoldi va before declining minimally deymiz. Boya slightly deb yozdim, minimally degan strukturamiz ham bor. Aniq nechaga tushganini aytmayman. Agar aytsam, menimcha about 30,000, 30 minglarga pasaygan nuqta. Xo'p, keyin aytishim mumkin. However, lekin undan keyin oshdi. The number of students, o'sha talabalar soni oshdi deyishimiz mumkin. Bizda demak grew degan so'zimiz ham bor. Grew slightly, which and kept rising, kept increasing deymiz. Umuman oshib bo'ldi va oxirida sharply, kept rising sharply and increased sharply to reach. Nechiga yetdi oxiriga borib? To reach about, around degan so'z yozildi shekilli. Yo'q, around yozilmabdi. Around 70,000 students in the end. Bo'ladi. By the end deb yozib qo'yaman. Oxiriga kelib, ana shunaqa ko'rinishga ega bo'ldi. Yaxshi, body to ni tanlab olamiz. Body to ga uncha ko'p yozilmaydi. Ko'p yozilmasligiga sabab ikkita fluctuation. Bosh va oxirini aytamiz. Deyarli o'zgarmay qoldi. Ular body to da yoziladigan narsa, hozir e'tibor bering. Bog'lovchilar kerak. As for the remaining two countries, ikkita ga e'tibor beradigan bo'lsak, yaxshi. Bundan buyog'i biz ikkita davlatga e'tibor qaratamiz. Students from Europe deymiz. Students from Europe. Aytishimiz mumkin. Fluctuated between, nechi o'rtasida fluctuate bo'lgan o'rtoqlar? 50 va 55 o'rtasida menimcha. E'tibor bering. 40 va 60 ning o'rtasida bor. Bu degani 55 va bular o'rtasida tebransa between 50 and 55. Whereas deymiz. While ni men yozdim. Whereas keyingi davlatimiz Afrika boshdan o'tkazdi. So fluctuations between nechilar o'rtasida tebrandi? Unda fluctuation masu qanaqadir yo'q. Whereas Africa deyman. Whereas Africa recorded
about 20,000 students at first. Boshida demak 20 mingtani tashkil qilgan. Aytamiz which remained stable until nechinchi yilgacha? 2005-yilga o'zgarmay qolibdi. Before fluctuating, e'tibor bering, 2005-yildan keyin o'sib kamaygan bo'lsa tebranish ro'y berdi. Fluctuating and keling finishing deymiz. Finishing the period at the same point as it was in the beginning. Ya'ni boshida qanaqa boshlagan bo'lsa, oxirida ham shunaqa bo'lib tugadi dedim. Xo'p, asosiy qilingan ish nimada, o'rtoqlar? Asosiy qilingan ish bu yerda strukturadan oldin ham e'tibor beriladigan narsalar bor. Nima? Struktura yaxshi, introduction, overview, body 1, body 2 ko'pchilik aytishi mumkin. Lekin birinchi e'tibor beriladigan narsa line graphda language, to'g'rimi? Language of change. Xo'p, buni epladik deylik. Undan keyin nima? Introduction yaxshi, paraphrase qilish degani har bitta so'zni bittalab, maydalab yozish degani emas. Grammatik jihatdan o'zgartirish kiritish, so'zni otni fe'l qilish, fe'lni ot qilish, sifatni ravsh qilish agar joiz bo'lsa. Va yillar bo'yicha biz from desa between deb aytamiz yoki over the period of deb aytishimiz mumkin. Kimga qaysi to'g'ri kelsa shunaqa. Va overviewda ikkita muhim narsaga e'tibor beramiz. Overall trend va standout features. Boshqa hech narsa emas. Ko'zga tashlangan narsalarni yozdik va iloji boricha qisqa qilishga harakat qilamiz overviewni, chunki uzun bo'lib ketsa body paragraflarga o'xshab qoladi. Va body 1, body 2 da albatta yoki body 3 bo'lsa ham body paragraflarda grouping the data eng muhim narsa, ya'ni ma'lumotlarni guruhlash. Ma'lumotlarni guruhlaganda o'sish kamayishlarga e'tibor qaratib, overviewda qanaqa guruhlagan bo'lsak, bodyda ham shunaqa guruhlashimiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darsimizda bar chartni ko'rib chiqamiz. Men sizga mana shu bugungi yozgandek daqiqa bitta line graph beraman. U ham studentlar haqida bo'lar balkim. Balkim xuddi shunga o'xshaganini tayyorlab sizga jo'natarman. Shunchaki o'rganish uchun. Biz mana shu writing challenge'imiz davomida hali ko'p diagramni yozamiz. Ungacha men o'zim yozganimga o'xshash bo'lgan diagramni berishga harakat qilaman. Shunda men agar o'rgatgan narsadan nimadir olsangiz, uni amalda qo'llashingiz mumkin. Yana ham research qilish kerak, o'rganib chiqish kerak. Men o'rgatganlarni boshqa ustozlar o'rgatganlarga qo'shib, albatta o'zingizga yoqqan bitta staylni yozib bemalol aytib berishingiz mumkin. Sog' bo'ling, keyingi videolarimizda ko'rishguncha.